Assalomu alaykum. Dunyo siz uchun nima? Vatanchi? Men dunyoni nima qildim? O'zing yorug' jahonim, o'zim xoqon, o'zim sulton, sen taxti Sulaymonam, yolg'izim, yagonam deyma, topingan koshonam deyma. O'zing mening ulug'lardan, ulug'imsan vatanim. Shoir bu misralarni yozganida nimalarni his qilgan ekan? Vatanim meni onam, dunyoda undan go'zal yo'q. Dunyoda undan halol yo'q. Undan kechiruvchan yo'q. Undan mehribon yo'q. Sen nima qilsang ham kechiradi. Uni ba'zan hatto yaxshi ma'noda aldasang ham kechiradi. Endi tasavvur qilaman-da, meni onamga, meni onamdek go'zal, meni onamdek hokisor zotni yaxshi ko'rganlar meni do'stim xolos. Meni onamni yaxshi degan do'stim, lekin meni onamning haqida birov yomon gapirsa, sen tasavvur qil, shu meni onamni birov tosh otsa, qo'lini sindiraman urib. Menga shunday yopishib qolgan bu so'z. Vatan deganda kim aytgan No'lar Dumbajedan so'rashganda vatan nima deysan desa, bu shunaqa narsaki, uni aytganingda odam jon berishga tayyor bo'lsin, joning chiqib ketishi kerak. Shunday tasavvurimda onam men. Men hech kimga ishonmayman. Hech kimga bermayman. Hech kimga uni haqorat ham qildirib qo'ymayman. Muhammad Yusuf 1954-yil Andijon viloyatining Marhamat tumanida Qovunchi qishlog'ida tug'ilgan. Uning shoir bo'lishiga vodiyning xushmanzara tabiati sabab bo'lganmi yoki qishloqning soddadil odamlarimi? Bu bizga qorong'u. Ammo Alloh iqtidor bermasa, tunu kun qalam tebratsang ham bir misra yozolmaysan deyshadi. Uning ilk she'rlari maktabda o'qib yurgan chog'laridayoq vaqtli matbuotda e'lon qilingan edi. Birinchi tanqidchilari ham oila a'zolari bo'lgan. O'zbekiston xalq shoiri Muhammad Yusufning 20 ga yaqin to'plamlari chop etilgan. O'zingdan qo'ymasin xalqim, osmonimga olib ketaman, ko'nglimda bir yor nomli kitoblari shular jumlasidandir. Odatda shoirlarni injiq bo'ladi deyshadi va yana shoirlar qo'shiqchi shoirlar degan gaplar yuradi xalq orasida. Muhammad Yusuf shunday yozardiki, misralari qo'shiqdek jaranglardi. Bastakorlar va xonandalar bilan hamkorligi qanday bo'lgan ekan? Muhammadjon, shu bir iltimos bilan keldim. Halaba aka dedi. Qarasam o'zining gaplari ham juda ajoyib. O'zi Andijonni shevasi bilan o'zbekona gapirish, uning ustiga sal chapanilik bor. U chapanilik mehr chapanilik unaqa. Ikkomiz fikrlashib olgandan keyin bitta darrov bir kitobini berdi. Bu kitobda muqovasi ham yo'q. Hali birinchi, hali o'rishchasiga aytardi, kontrolni ekzemplyar deb pechat qo'yib qo'yishgan. Aka dedi, mana xudo xolasa mana shu kitob chiqib qolsa, bir qarab ko'ring, shuni ham varaqlab ko'ring dedi. Ko'rganimdan keyin qarasam, yur muhabbat, ketdik bu yerdan. Yo'q xudo dedim. Hamma shunday yozgan, shunday bir voqea. O'sha birinchi satrdan boshlab o'sha oy yuzidan deb nur yog'di sumsum. Yur muhabbat, ketdik bu yerdan. Endi shu qo'shiq joyida o'ziga xos naqorati ham o'zidan chiqib, bu keyin juda ham fahmlaganda bildim, juda ham tango, birinchi o'zbekcha tangoni o'zbek tilida, asl o'zbek tilida tango aytish. Bir qora ko'z jilmayib qolar, yur muhabbat, ketdik bu yerdan.
Bugun O'zbekiston xalq shoiri, el ardog'idagi ijodkor Muhammad Yusuf haqida suhbatlashish uchun ularning rafiqalari, jurnalist Nazira Assalom, qizlari Masudaxon, Nozimaxon va Madinaxonlarni taklif qilganmiz. Xush kelibsizlar. Biz ijodkorlar uchun Muhammad Yusuf hamisha barhayotdik. Chunki qo'shiqlar kuylanyapti, she'rlar aytilyapti, qalblar titrayapti. Sizlar uchun qanday? Muhammad aka mana 19 yil bo'libdi vafot etganlariga. 19 yildan beri xalqimiz eslab, doimiy o'qishini o'sha tavallud kunlarida tadbirlar o'tkazib, she'rlarini o'qib, qo'shiqlarini kuylab kelayotgani bu biz uchun baxt. Bu bir Muhammad akani ikkinchi umrini yashayotganini ko'rish, bu biz oila uchun bu bir katta baxt. Endi shoirlar har xil bo'lishadi, Nazira opa. Ko'pincha haqiqiy shoir injiq bo'ladi. U ijod qilayotgan paytida hattoki devonalarga o'xshab qoladi, yoniga hech kimni yaqinlashtirmaydi deyishadi. Telekanalimiz xazinasida Muhammad Yusuf bilan bog'liq, sizni oilangiz bilan bog'liq noyob lavhalar juda ko'p. Lavhalarni ko'zdan kechira turib, ularda bunday salbiy jihatlarni ko'rmadik yoki kadrda shunday ko'rindimi? Hayotda qanday bo'lganlar? Ijod jarayoni qanday kechgan? Endi shoir xalqi borki, bu o'sha ruhiy bir holat. Ya'ni endi mundoq aytganingizda Ilhom Parisi kelishini kutib deganday, yana shoirning o'ziga emas, uning ayoliga haykal qo'yish kerak degan gaplar ham bor. Endi ayoliga deyilishi shundan iborat deb bilamanki, shoir ayoli birinchi o'rinda o'sha o'zini qaysidir bir imkoniyatlardan kechishi shart. U faqatgina halovatingizni, bir vaqtingizni nazarda tutmayapman. Juda ko'pdan ko'p, misol uchun o'zbek ayolini hammasi ham shunaqa bo'lsa kerak deb o'ylayman. Eri uchun, oilasi uchun juda ham ko'p o'zini imkoniyatlaridan kechadi. Ayniqsa bu shoir ayoli yana ham o'sha ruhiy holatiga qarab o'zini to'g'rilab olishi kerak. Masalan, Ilhom Parisi qachon keladi yoki bo'lmasa kayfiyatiga qarab o'sha to'g'rilab, masalan, o'sha nima deydi, ichidagi o'sha junbushga kelayotgan bir holatini juda ham bir sezgirlik bilan sezib, kuzatib borishingiz shartda, birinchidan. Ikkinchidan, bilasizmi, shoir xalqi borki, o'ta nozik, hissiyotli xalq bo'ladi. O'shaning uchun nihoyatda haligi askarday turishingiz kerak. Har doim tunu kun. Har doim tunu kun yozadigan paytini sezib qolib, bilib qolib, unga qarab, masalan, vaqti kelganda o'sha bolalaringizni ham bir ehtiyotini qilib, Muhammad akadan kelib chiqadigan bo'lsam, nihoyatda bolalarga mehribon, o'sha kadrlarda sezibsiz, nihoyatda bolalarga mehribon. Kim u bolalarsiz o'zini hayotini tasavvur qila olmasdi u odam. Albatta har bir lavhada farzandlarini qo'shib gapirganlar, iloji bo'lsa farzandlarini gapirtirganlar. Shunaqa. Uzr degan she'rlari bor. Mana shu Nozima opamga yozilgan she'r, xuddi o'sha savolingizga javob. Haqiqatda qalam ishladimmi, demak o'yin bas, yayrab yozolmaydi gul dudog'ini. Bunday yurak yutib so'rasha olmas xonamda qoldirgan qo'g'irchog'ini. Bizni uyimizda bir yozilmagan temir qonun bo'lardi. Sezardik, bilasizmi? Mana shu keldilarmi, shu jiddiy bo'lib qoldilar yuzlaridan. Oshiqcha erkalatmayaptilar, demak, ilhom kelgan payt
umuman bezovta qilib bo'lmaydi. O'ziga demak, aslida ular quvnoq inson Da. bo'lganlar. Unchalar jiddiy, qattiqqo'l, qo'pol bo'lmaganlar hayotda. o'ta Lekin shunday yumshoq. bir lahzalar bo'lardiki, shunday bir paytlar bo'lardiki, Jiddiy. o'ta bir jiddiy bo'lib qolardilar va mana shu jiddiylikni biz ham sezardik farzandlar sifatida. Demak, ilhom kelganda ular jiddiy bo'lib O'ta qolgan. jiddiy. Mana shundan sezgansizlar. Sezardik. Ilhom kelgan payt bezovta qilib bo'lmaydi. Oshiqcha yonlariga ham bormasdik. Bitta narsani to'g'ri aytdingiz, juda ham shoir ayollarga juda ham qiyin. Mana shu narsani e'tirof etib o'tib ketish shart deb bilaman. Tashqaridan Chunki yaxshiroq ko'ringan sizlarga, shunaqa. farzandlarga. Ha, aslida hamma havas qiladi. Voy, sizga shunaqa she'rlar yozgan, lekin juda ham qiyin. Masalan, ilhom kelib qolgan paytim birinchi dadamni tinglovchilari ayajonim bo'lardilar. Birinchi bo'lib yozgan she'rlarini farqi yo'q, soat kechasi 2 mi, 3 mi shu zo'r she'r yaraldimi? Nozjon dedilar. Nozjon o'tiring deb o'qib berardilar. bir qator bir yuzlari satr bo'ladimi, 2 satr bo'ladimi, bitta kupletmi, bitta she'rmi, u o'sha o'zi qalbiga yaqin bo'lgan, bir o'zini larzaga solgan bir bittagina so'z topgan holda ham hatto o'sha paytda men o'sha hushyor turishim kerak. ayamlarni yuzlariga, yuz holatlariga qarab turardilar. Ha. Agar voy zo'r she'r bo'libdi demasalar, yo'q demak yaxshi she'r bo'lmabdi deb g'ijimlab xonalarida o'zlarini aniqlar bor tashirdilar. Nazira opa, Shu siz ham she'rlarni ham o'ta kuchli tanqidchi bo'lgan ekansiz. yo'q, tanqid emas. Masalan, har xil holat bo'ladi aytganingizdek. Charchab turgan bo'lishlari mumkin yoki bir boshqa holat. Va bular ham ijodkorlar-ku. Shuning uchun bularning fikrlari eng avvalo shu ayamizning fikri juda ham Shu g'ijimlab kerakli fikr bo'lgan. axlatxonaga tashalgan she'rlarni Tanqidchi ham ayamiz bo'lgan qaysidir ma'noda. Shu ijodkor siz ijod qila oldingizmi? Asosiy jarayonda asosiy masalaga keldik. Bilasizmi, men o'zimdan o'sha kelib chiqib fikrlamoqchiman. Ijodkor ayoli, shoir ayoli ayniqsa o'sha o'zidan, o'sha men o'zim kechgan narsalarimdan biri ham ijod bo'lgan. Vaholanki Muhammad aka hech qachon o'sha bir o'ziga yarasha talablari bo'ladi-ku erkak kishini. San qo'y ijodingni, mana men shoirman, san nima qilasan yozib degan fikrdan yiroq bo'lganlar. Aksincha doim undab turganlar. Masalan, o'zlari bir chiroyli, masalan men hayajonlanib ketgan bo'lsam, bironta she'rlaridan xuddi shunga javob, xuddi shu mavzuda yozasiz deb majbur qilardilar men. Men aytardim, bunaqa qilib Muhammad Yusufga tenglashib yozishim qiyin deganimda, unda shoir emas ekansiz dedilar. Yozing deb majbur qilardilar. Faqatgina o'ziga xos bir talablaridan biri o'sha o'zimcha o'zim mana kitobimni chiqishini xohlardilar. Lekin unaqa juda ham ko'zga ko'rinishimni juda ham haligi nima deydi, masalan televideniyalarda ko'proq chiqish, yo radio televideniyalarga borish, shu narsalarga qarshi edilar. sizni ko'z tegmasin deb asraganmilar yoki mendan bir pog'ona past tursin degan. yo'q, narsa yo'q edi. O'sha bir pog'ona past degan narsa, bunaqa qarash yo'q edi Muhammad akada, aksincha edi. Doim tortib turganlar. Lekin men o'zimni bir fe'l-atvorimdan kelib chiqib deymizmi, qandaydir misol uchun men o'zim qidirgan bir satrlar deymiz, o'zim bir yozishim kerak bo'lgan bir she'rni masalan kimdir yozib turgan bo'lsa yonimda yana, u men uchun shuni o'zi yetarli bo'lgan. Ko'pincha siz boshqalarning ijodidan zavqlana olgansiz. Bu ham bag'ri kenglik Nazira opa. Har bir ijodkor ham bunday qila olmaydi. Shuni qandaydir men uchun mana shu qoniqish paydo bo'lganmi, ko'proq o'zimni shu bolalarimga, Muhammad akaga bag'ishlaganman. U deganimni men tashlab qo'ydim butunlay degani emas, lekin kitobimni chiqaraman deb shoshmaganman, biron joylarda ko'rinaman deb yugurmaganman. U kishini vafotlaridan keyin bu narsalar hammasi nima desam bo'ladi, Muhammad akaning vafotidan keyin o'sha yurakdagi bir dard deymizda endi, shu dard hammasi o'sha she'r bo'lib keyin otila boshladi. Ana undan keyin yoza boshladim ko'proq. U paytlarda ham yozganlarimni yig'ishtirib Muhammad aka vafotlaridan oldin bitta to'plam qilib tayyor qilib qo'ygan joylarida, vafotlaridan keyin men uni chiqarmadim, nashr ettirmadim.
ikkalamiznikini bitta qilib oldin ham erka ohu deb qo'shiq bo'lib ketdi. Erka kiydigan kitobimiz chiqqan, o'zlari tayyorlab chiqargandilar va xuddi shunaqa to'plam qilamiz yana deganlarida men qarshi bo'lganman. Muhammad aka, endi siz juda balandlab ketdingiz. Siz bilan birgalikda bitta to'plamda chiqish menga noqulayroq deganimda, yo'q, mana shu kitob sizni she'rlaringiz xonadonga kirib borish kerak, xonadonlarga. Shu bahonada meni kitob bilan birgalikda kirib boradi deganlarida men qarshilik qilgandim, lekin shuni tayyorlagandilar. Mendan nima qolar? Ikkimizda she'r. Ikki sandiq kitob, bir uyum tuproq. Odamlar ortimdan nima desa der, men seni o'yladim, o'zimdan ko'proq. Lola, lola jonim, lola qizg'aldoq. Ketsam yomonlardan yiroq bo'l, ohu. Chunki sen chiroyli, go'zal bir juvon. Yomon kunlar bir kun yaxshi bo'lar-u, yomon odam yaxshi bo'lmas hech qachon. Yasha chegarada turganday odob. Lola, lola jonim, lola qizg'aldoq. Oilada qizlar, 3 qiz farzand, mana nabiralar qatorlashib ketishyapti. O'sha aytib o'tganimdek, noyob lavhalarda sezdikki, Muhammad Yusuf qizlariga nisbatan o'zlari nozikda bo'lganlari bilan qizlarga ham mana shunday yondashgan ekanlar. Ayniqsa menga juda ham ehtiyotkorlik bilan sal bir nima gapirsalar yig'laverardim-da. Shunga gapirib, qizim, qizim deb gapirardilar. Juda ehtiyot qilardilar meni. Hammani fe'l-atvordan kelib chiqib munosabatda bo'lardilar. Bunimiz o'ta yumshoq fe'lli bo'lgancha paxta oyim deb bunga juda ehtiyotkorlik bilan menga nisbatan talabchan edilar. O'g'il bolaga qanaqa munosabatda bo'lsa, shunaqa munosabatda bo'lardilar. Yogalar bilan shug'ullanardik, mashina haydashdan o'rgatardilar va bizga 87-yil shu Darxondagi uyimizni berishgan bo'lsa, 89-yil birinchi bizga qilgan sovg'alari trenajyor sovg'a qilganlar. Sport bilan shug'ullanardik albatta. O'zlari ham shug'ullanardilar sportni. Bolalarni ham shug'ullantirardilar. Opamga nisbatan ham shunaqa. Men sal xayolparastroq edim, o'shanda ham ijodkorlikka moyillik bor edi. Siz hamkasb. Men hamkasb. Ota-onangiz bilan ijod yo'lidan ketdingiz. Ijod yo'lidan ketdim, lekin unga qarshi bo'ldilar. Qarshi bo'lgan bular. Tish tirnoqlari bilan boshida qarshi bo'ldilar. Nimagaki, o'sha ijod bir ummonga o'xshaydi. U ummonda suzib ketishni o'zi bo'lmaydi. Bundan tashqari sani feeling shu xayolparastroqsan deb boshqacha asrab avaylardilar ki, shu ijodkor bo'lmay qo'ya qolgan deb, keyin yo'q deb turib olganimdan keyin qo'llab-quvvatladilar va buni sezdirmadilar. Aslo sezmadim. Lekin keyinchalik orqa varotdan har bir tayyorlayotgan lavhamni, har bir ko'rsatuvimni sinchiklab o'rganib tomosha qilgan ekanlar. O'tib ketganlaridan keyin ustozimiz bilan bir ko'rishib qolganimizda bir voqeani aytib berdilar. Shu Qoraqalpog'istonga ketgan paytlari, shu o'tgan paytlari, o'sha kunning o'zidayoq lavham o'sha Davr informatsion dasturida eng oxirgi madaniyat xabari bo'lib efirga uzatilgan, endi yangi borgan kezlarim. Qarab turib ustozimizga telefon qildilar. Qara, faqat menimcha tortib ketadi. Menimcha bor bir narsa. Nima deysan deb so'ragan ekanlar. Armonlari bormidi? Shu haqda gapirganmilarki, Nazira opa? Mana bugungi kunlarni orzu qilganlar. O'sha masalan o'zlari o'sha kunlarni ko'rdilar ham, lekin eng katta, eng azaliy o'sha armonlari, orzulari mustaqil bo'lishimiz edi. Bu mustaqillikda bilasiz, ularning she'rlari o'sha oxirgi kulminatsiya bayramlarimizda aytildi, qo'shiqlar, qo'shiq bo'lib she'rlari. Keyin yana bir narsa, Anvarjon G'aniyev bir qiziq bir voqeani aytib berdilar. Men Muhammad akani oldilariga kiraman deb borsam, qator odamlar bor ekan. Keyin ikkilanib tursam, o'zlari chiqib kelib qoldilar qaysidir majlisga. O'sha endi u kishi ham deputat ham bo'lganlar-ku. Chiqib shunday bir insondilarki, birovni
nima desam, qandaydir o'sha odamni noumid qilmasdan, o'sha odam masalan yana qaytib kel deb aytsalar ham bo'ladi. Masalan, men kutirish xohlamaganlar hech kim. Masalan, men endi sal masalan 1 soatdan keyin kelaman, 2 soatdan keyin kelaman. O'shanda kel deyishlari ham mumkin. O'shanaqa demasdan deydilar, Anvarjon aytib berdi. Orqalariga qaytishga imkonlari yo'q. Uni ham noumid meni ham noumid qaytargisi kelmadida, tikka turgan joyda dedilar. Endi ketishlari kerak. Turgan joyda o'sha do'stman deganlar degan bir she'r yozib berdi. Do'stman deganlar. Kecha meni maqtab yurganlar, bir umrga do'stman deganlar, yoshlik qilib qoqingan chog'im, panalarda g'iybat qilganlar, bilib qo'ying yengilganim yo'q ertandan ham ko'ngillarim. Ana shu juda chiroyli, go'zal bir keyinchalik boshqa hamkorlikda ijodlar yozishdi, birgalikda qo'shiq qilishdi. Lekin o'shanda mana shunday voqea bo'lgan ekanda, endi eng qizig'i oxirida aytgan ekanlar. Bu she'rni senga sovg'a qildim. Muallifni aytmaysan. Oila a'zolar qizlardan kimda bor bu iqtidor? Kimga o'tgan? Bu iqtidor Madinamizda bor. Faqat ozgina dangasaroq. Mana bu dadamni 60-yillarda sog'inch satrlari deb. Dadam 60-yillar ustozimiz Oydin Hojiyeva so'z sizni muallifligingizda. Buni ham dadasining she'rlariga o'xshab yig'ib, terib, tashlab olgan she'rlarini ham olib kirgizganman. O'zim chop ettirdim. Eshitamiz Madinaxon endi sizdan. Sog'inch asli bu dunyoning do'zaxi. Oq sochlarim so'zlarimning izohi. Otajonim yana keldim sog'inib. Ko'rib o'qib beraman. O'sha nimada Muhammad aka marhamatda dafn etilganlar. O'sha yerda o'qib hammani yig'latdi. Mana bugun el ardog'idagi ijodkor Muhammad Yusufni xotirladik, esladik. Ruhlari shod bo'lsin. Nazira opa, sizni umringiz uzoq bo'lsin. Ikkovingiz uchun ham yashang. Farzandlaringiz rohatini ko'ring. Muhammad Yusuf haqida soatlab, kunlab gaplashish mumkin, lekin vaqtimiz biroz chegaralangan. Ular albatta hali uzoq yillar xotiralarimizda, qalbimizda, ekranlarimizda yashaydilar. Kelganingiz uchun tashakkur. Yana bir bor xush kelibsiz. Sizga ham katta rahmat istagan uchun. Rahmat. Xalqimizning sevimli shoiri, O'zbekiston xalq shoiri Muhammad Yusuf 2001-yil 47 yoshida nafas olishdan to'xtadi. Lekin u hali uzoq yillar xotiralarimizda, qalbimizda, ekranlarimizda yashaydi. Telekanalimiz xazinasida bunday javohirlar ko'p, demak uchrashuvlarga sabablar bisyor. Bizda sog'inch va sevinch orasi yaqin. O'zingiz va yaqinlaringizni asrang.